Mana bu diplom tabriklayman. Diplom olganingiz bilan. Rossiyaga necha marta keldingiz? Bir marta. Qiz bilan mana 2020-yil 22-iyulda tanishgan ekanmiz. SMS'larni qarab chiqdim. Bekirov Rifat Shavkatovich ekonomika yo'nalishi 2025-yil 5-mart kuni oldingiz. Nima deysiz endi? Abdushiyoga lekin rahmat katta. Endi sizda 4,5 yil davomida ko'plab qiyinchiliklar bo'ldi, sog'liq tomonlama, oilaviy. Shunga qaramasdan men sizni молодец deb maqtamoqchiman, sababi siz tashab ketmadingiz. Maqsadingiz bor edi. Shunaqa bo'ldi aka, uylandiganmiz. O'qish davomida uylanib ham oldingiz. O'zbekistonda turib, ham o'qib, ham ishlab, ham ota-onangizni oldida bo'lib, mana shuncha nimaga erishdingiz-da. Желание bo'lsa, aytadi-ku, o'sroq qizga arpa boqona. Bitta bilasizmi, bitta желание emas, sizning yordamingiz, поддержканgiz ham aka. Qo'ldan kelgancha. Nima deydi? Mana diplomingiz mani qo'limda. Endi o'zingizni chaqirib, bir 300-400 dollar baribir xarajat qilardingiz kelib ketishingizga. Shuni kamida bu-da. Shuni ekonom. Endi O'zbekistonga jo'nataveraman, pochtadan borib olasiz. Bankda ishlaysiz, adashmasam. Qaysi bo'limida ishlaysiz? Bank kartalarida. Bank kartalarida. Endi borib xo'jayinga kiring. Mana bu diplom deng. Rossiyada o'qib keldim. Qaysi отделga rais bo'lyapman men. Mayli Rifat, xursandmisiz? Rahmat, конечно aka. Nima qilasiz? Boshqalarga tavsiya bergan bo'larmidingiz? Masalan, O'zbekistondan turib o'qishdi. Qarang mana diplom hozir mana oldingiz. Davlat universiteti, xudo xolasa aytasiz, ishga oldimi olmadimi? Chunki ko'plar aytadi, diplomingiz O'zbekistonda o'tmaydi. Yo'q, O'zbekistonda bir qonun chiqdi. Chet elda o'qib kelganlarga indeks bor ekan. O'sha indeks asosida institut kirsa, nechadir foiz oyligiga ham qo'shib berar ekan. Shunaqa. Hozir siz bundan keyin hayotingiz juda yaxshi o'zgaradi. 4,5 yil sabr qildingiz. Mana endi sabringizni mevasini olasiz. Sizlar nima deydi? 4,5 yillik mani kichkinagina urug'im edinglar, hozir mana daraxt bo'ldinglar. Endi yog'i chinor bo'ldinglar. Sizlar buyuk inson bo'lib ketaversanglar, men xursand bo'laman. Sizlarga xizmat shu. Ertaga bitta bankda kattasi bo'ling, ministr bo'ling. Shu mana sizga xizmat. Rahmat katta. Davaysi mayli, telefon sog' bo'ling. O'sroq qizga arpa boqona. Xohishi bor, ilojini qiladi. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.